Amerika'da bir Uyghur Xitaylar tarafından etib öldürüldü. Qadrli görürmenlerimiz, bir neçə gün ilgiri Amerika'nın Kaliforniya ştatidagi Chino heliste yüz bergen bir Uygur'un iki Xitay tarafından görevge eliniş ve saqçılarının köz aldığı etib öldürülüş vakası elbette ictimai fikir vasıtlarına küçülük bu haber çıkan deyin ki illam gulguluk qozgan bir vaka oldu bu. Los Angeles vaqt gezdi bu vaka çıkan deyin keyin Los Angeles vaqt gezdi e'lon qilgan aloqador xabardagi mazmunlarga ma'lumotlarga qarasak San Bernardino shaharlik soqchi idorasi ziyonkashlikka uchirg'uvchining Chino helistida yashaydigan 60 yoshlik Şükür Akbar ismli Uyg'ur ekanligini, ikki jinoyat gumondorining bo'lsa 66 yoshlik Bo Jianchuan va 67 yoshlik Bo Jingfeng ekanligini e'lon qilgan. Saqchi organlarının yazma bayonotida bildirilishicha 29 iyul kechda Şükür Akbar o'z uyida bo'lib, tok to'xtab qolganligi sababli sirtqa chiqqan. Dal shu paytda mazkur ikki Xitoy uningga o'q etib yaralandirgan va mashinaning orqa ko'zopiga ittirib kirgizib, elib qochgan. Shu ko'rinishlarga qaraydigan bo'lsak, ko'ra olamiz. Keyin saqchilar tez suratda qochayotgan Xitoylarning mashinasini qisqa vaqt qo'g'lagandan keyin oxir to'xtatgan va mazkur ikki Xitoyni mashinadan tushishga buyurgan. Saqchilarning aytishicha, ayni vaqtda ular ko'ruvga elish voqeasidan xabarsiz ekan. Yani bir Uyg'urning o mashinaning kozovkasida ekanligini, ko'ruvga elib olinganligini saqchilar bilmaydigan tuqasli. Bunu to'xtatib, gumonliq bir mashina bo'lganligi uchun shuni to'xtatgandan keyin mashina degan Bo Jianchuan ismli Xitoy bu yerda saqchilarning buyrug'i bo'yicha mashinadan tushgan va mashinaning orqasiga o'tib, kozovkani echib, Şükür Akbarga qaratib o'q chiqargan. Şunun bilan bu yerda saqchilar darhol uni etib tashlagan naq maydondalar. Saqchi idorasining aytishicha, Şükür Akbar va qotil naq maydonda hayotidan ayrilgan. Çünkü Xitoy oldi bilan o mashinaning kozovkasidagi Şükür Akbarni bir qancha pay o'q bilan etib tashlaganligi uchun saqchi bu yerda uni etib tashlaydi. Har ikkilisi naq maydonda hayotidan ayrilgan. Bo Jingfeng ismli yana bir Xitoy bo'lsa, ko'ruvga elish va qotillik jinoyati bilan tutilgan. Saqchi idorasining bildirishicha, jinoyat sodir qilgan ikki Xitoy akufka bo'lib, bu ikki Xitoy akufka bo'lib, Irvine'dagi bir uyda birga turdi ekan. O'ldirilgan Uyg'ur bilan qotillarning yillar ilgari sodi sheriklik munosabati bor bo'lib, o'zaro tunishadiganligi bildirilgan xabarda. Şükür Akbar taxminan 20 yil ilgari Amerikaga ko'chib berib, oilasi bilan Kaliforniya shtatida yashab kelgan bo'lib, uy mulkchilik, oshxona qatorliq tijoratlar bilan shug'ullanganligi bildirilgan. Navbatda kishini ko'chitadigan mazkur delo davomli tekshirilayotganligi, qotillarning jinoyat muddaosining nima ekanligi bu texi aniqlanmagan mas'ul xabarlarda bu ko'plab tarqalyapti. İctimai fikir vasitalaridami bu kishininki oilasidan tushgan rasmlari ko'plab tarqalib, bo'libmi Amerikadagi ko'rurmanlarimiz, Amerikadagi Uyg'urlar tarqatgan ijtimoiy fikir vasitalarida bu kishininki vatanda tunilgan olim Abdüşkür Muhammad ibnninki o'g'li ekanligi bildirilgan nimalarni ijtimoiy fikir vositalarida ko'plab tarqaldi. Albatta oldimizgi kunlarda buning tafsiloti texnik oshkorlangusi.